Minecraft yaratuvchisi Notch Markus Persson nomi bilan tanilgan. 2009-yilda bu o'yinni yaratgach, hamma uning zo'r g'oyaligiga qoyil qoldi. Lekin hech kim bilmagan, hech qayerda yozilmagan eng qorong'u sir bor edi. Notchning ukasi ham mavjud edi. Uni hech kim eslamaydi. U Minecraft yaratishda yordam bergan, lekin keyinchalik yo'q bo'lib qolgan. Abadiy. Uning ismi hech qayerda ochiq aytilmagan. Faqat Minecraft kodlarida Brother yoki Null degan yashirin xabar qolgan. Yillar o'tib o'yinchilar bu noma'lum personaj haqida gapira boshlashdi. Ba'zilar uni Herobrine deb o'yladi, lekin bu butunlay boshqacha mavjudot edi. Notchning ukasi o'zining versiyasini yaratgan. Bu versiya biz bilgan Minecraftdan keskin farq qilardi. Uning nomi Savage Edition. Bu dunyo teskari, qorong'u, xavfli va odam ruhiyatini butunlay buzadigan versiya edi. Va bu versiyaga kirganlar xuddi Notchning ukasi kabi bedarak g'oyib bo'lardi. Bir necha youtuberlar ushbu versiyani soat 3:00 da ishga tushirishganida g'ayritabiiy hodisalar yuz bergani haqida gapirishgan. Yon atrofda faqat qora terili odamlar yurgan. Hech qanday moblar yo'q, lekin sizni kuzatayotgan nimadir bor. Har safar o'yinchilar o'zining uyini derazasiga qarasa, ko'zlari chaqnaydigan noma'lum qora terili maxluq turardi. Lekin buni Nullga o'xshatishmasdi. Null va bu mavjudot xuddiki boshqa personajlar edi. Logs o'yinchilar yozuv fayllarida g'alati matnlar paydo bo'lgan. I am his blood. I never left. He asked me. Eng dahshatlisi, Notchning ukasi siz bilan muloqot qiladi. U ba'zida chatga yozadi, ba'zida esa sizning skiningizni o'zgartirib yuboradi. Ba'zi hollarda kompyuterlar o'z-o'zidan o'chib qolgan yoki qattiq xatoliklar bergan. Notchning xati sirli yashirish uchun yo'l. 2011-yilda Reddit'da sirli post paydo bo'lgan. Unda shunday deyilgan edi: He tried to take over my code. I removed him, but he still lives. Somewhere between 0 soni va ant1, ya'ni va 1 soni turgan edi. Bu post tez orada o'chirib yuborilgan. Kim tomonidan ekanligi esa noma'lum. Lekin ko'pchilik bunga Notchning o'zi yozgan post deb ishonadi. Bu degani Notch ukasini o'yin kodidan o'chirgan, ammo u butunlay yo'q bo'lmagan edi. U kod ichida yashaydi. U shunchaki o'yinning yasalgan qismida emas, balki Minecraft asosida eng qorong'u joylarda yashaydi. Ba'zi afsonalarga ko'ra, agar sen Savage Edition'da 3:00 da quyidagi harakatlarni qilsang: 1. O'rmon o'rtasida yerga qora yong'oq ekib, unga 3 ta qon tomchisi qo'ysang. 2. Va he lives, he watches degan matn yozsang, u keladi. Notchning ukasining sharpasi. U seni qiziqish bilan kuzatadi. Avval faqat seni Steve skiningni o'zgartiradi, keyin esa bloklar, musiqa, effektlar va oxiri seni o'ldiradi.